Bugun Kadis qaynonam bilan O'zbekistonga borish uchun 19 oyli bolamga pasport qilgani bordik. Yonimda erim bo'lmaganligi uchun ilqatlik paytimdan boshlab to hozirgacha Kadis qaynonam bilan dokument ishlarida juda ham qiynalganmiz. Shu paytgacha ko'p joyga dokument ishi bo'yicha o'zim borganman, lekin hech qaysi joyda ering yo'q ekan deb menga qilib berishmagan. Har safar eringiz bilan birga keling deb jo'natib yuborishardi. Shuning uchun ba'zida juda ham xafa bo'laman, chunki men boshqa davlatdanligim uchun ajratishayotgandek bo'ladi. Kadis qaynonam dokument ishlarida shu paytgacha juda ham ko'p yordam berganlar. Bugun ham 19 oyli bolam uchun pasport qilishda yordam berganlari uchun oshxonaga kirib mazali ovqat olib berdim. Biz har safar oshxonaga chiqib ovqatlanganimizda ikki xil ovqat olamiz. Chunki shunaqa qilsak, ikki xil ovqatni bemalol bo'lishib yeyishimiz mumkin. Grechkadan tayyorlangan achchiqqina vermishel ovqatini tuxumga botirib pishirilgan go'sht bilan yesa juda ham mazali ketarkan. Tuxumga botirib pishiriladigan go'shtni retseptini profilimdan topsangiz bo'ladi. Nimaga faqat o'zingni yeganingni olyapsan, meni ham olib qo'y deganlari uchun bu yog'i Kadis qaynonamdan sizlar uchun mukban. Bugun Koreyada havo sal sovuqroq bo'lganligi uchun qaynonam issiqqina mol go'shtli sho'rva ichyapti. Qaynonam bu oshxonaga tez kelib turarkanlar, shuning uchun nima ovqat yeysiz desam, meni ham shu oshxonaga yetaklab shunaqa qilib qorin to'ydi, g'am ketdi, uyqu keldi. Shu bilan So'ni bog'chadan olishga bordik. So bugun piknikka borgan, bizga shunaqa golubika sovg'a olib keldi.